Shuni magazinga kirsam, magazinda bir yosh bolacha ayasini dadasiga xohlagan narsasini oldirib yopti-da. Umrimda ko'rmagan narsalar, yemagan narsalarni oldirib yopti. Bilmadim, u hamma narsani olib beryapti. O'ladimi u bola endi? Bilmasam, chunki bizlar davrimizda unaqa narsa bo'lmaganda. Biz xohlagan narsamizni olmaganmiz masalan. Misol uchun bayram bo'lsa, shu faqat shu dasturxonda shu ko'rardik. U ham bo'lsa yeyish mumkin emas. Masalan, yangi yil bo'lib qolsa, yangi yilda faqatgina shu dasturxon zo'r bo'lib turishi kerak. Mehmonlar kelish kerak-da, yeyish kerak-da, ketgandan keyin biz yeyishimiz kerak edi. Qoidasi shunday edi. Magazinga chiqsak, biror narsa olish kerak bo'layotgan bo'lsa, biz xohlagan narsani olmaganmiz. Bir narsani 90-yildan to 2000-yilgacha bo'lgan bolalar biladi. Magazinga chiqqan paytingiz qanday bo'lgan? Mana o'zlaringiz kommentga yozib yuboringlar. Magazinga chiqqan paytda sizlarga aya mana bu narsa nima deb bananni ko'rsatgansizlar-da. O'sha paytda chunki banan defitsitida, banan har joyda ko'rmasdingiz. Biz faqat televizorlarda ko'rardik. U ananas, bananaslari aytmasa ham bo'ladi. U ananas bizlar temada yo'q edi umuman. Kivi nimaligini bilmasdim. Uni men birinchi marta ko'rgan paytim bomba deb o'ylaganman uni. Chunki ustida haligi salar bir bolalari bor edi. Faqat tishlab tortayotgan joyi yo'q edi. Da, biz faqat shu ko'rgan bo'lsak, sabzi, kartoshka, pomidor bilardik, keyin piyoz bilardik, chesnok bilardik. Mevadan faqat alma bilardik. U ham bo'lsa bizlar uyimizda o'sardi. Gilos u har doim bo'lgan, kompot usiz bo'lmasdi. Oddiy misol, mana shu akalar bilsa aytsin. Yozib yuboring akalar, qanday bo'lgan bizlar davrimizda.